Bugun biz bahor mavsumida ko'pchilikni qiynaydigan allergiya haqida gaplashamiz. Ayniqsa gullar ochilib, changlar havoga tarqalayotgan vaqtida burun bitishi, nafas olish muammolari ko'p kuzatiladi. Keling, bugun allergiyaga qarshi kurashishda nebulizerlar qanday yordam berishini ko'rib chiqamiz. Men Akmal Farm dorixonasida farmatsevt bo'lib ishlayman va har yili allergiya bilan bog'liq savollar juda ham ko'p uchraydi, ayniqsa yosh farzandi bor ota-onalardan. Allergiya vaqtida burun yo'llari va bronxlar torayadi. Allergiyasi borlar nafas olishda qiynaladi. Shu holatda nebulizerdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Sababi burundagi shishlarni kamaytirishda, nafas olishni yengillashtirishda va allergik reaksiyalarni tezda bosishda ingalyatsiya qilish yordam beradi. Ingalyatsiya qilishda esa SSSafe kompaniyasining Dr. Panda nebulizeri sizga yordam beradi. Ushbu nebulizerimiz juda ham qulay bo'lib, shovqinsiz ishlaydi. Panda ko'rinishi farzandingizni qo'rqitmay davolashingizga yordam beradi va bemor yoshiga qarab bug' oqimini sozlashingiz mumkin. Shovqinsiz ishlashi kechqurun ham bemalol foydalanib, davolanish vaqtini qulay va samarali o'tkazish imkonini beradi. Ushbu nebulizerni Akmal Farm dorixonasidan yoki Uzum Market ilovasidan xarid qilishingiz mumkin.